Sizlar rassrochkaga kiyim olganmisizlar-chi? Rassrochkaga kiyimlarimiz bor ekan bu yerda. Ya'ni 700 so'mda 3 ga bo'lasiz, 3 oyda uzasiz. Ya'ni rassrochka deganda bank aralashmaydi, qo'g'manglar, unaqa prosentlar aralashmaydi. Buni hozir M-banklar, shunaqa kartalar chiqib ketgan, ushbu orqali 3 oyga bo'lib to'lashingiz mumkin. Azizlar, kurtkachalarimiz 400 so'mdan. Va mana yosh bolalar uchun 180 so'm. Juda ham kulgili. Lekin men kulishga yo'qman-da. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar uchun mana Jallobod shahrida, ya'ni Sentralniy bozoriga joylashgan metro magazinini ko'rsatib o'tamiz. Jallobodga kelganingizda, ya'ni Jallobodliklar uchun meriya do'stlar bu yog'imizda. Ushbu meriyani oldida joylashgan mana Sentralniy bozorimiz. Bozorduk bozori. Ya'ni Smishniy Sena do'stlar. Hozir ushbu Smishniy Sena degan do'konimizga sizlar bilan birgalikda kiramiz. Kulamiz kirib. Mana do'stlar, kirganimizda o'zi ko'zimiz tushyapti. 350 so'mga qalin yubka berar ekan bu yerda. Letniy kiyimlar uchun senalarda almashtirib ulgurmabdi. Bularning narxi 1000 so'm bo'lsa, hali magazinimiz juda katta. Patinkalarimiz mana 700 so'm do'stlar. 700 so'm. Kulgili do'konimizga kulgani ketdi do'stlar bo'lmasam. Do'stlar, magazinimiz juda katta. Sizlarni vaqtingizda olmaslikka harakat qilaman. Sizlar bilan senalarda bir qator tanishib chiqishlikka harakat qilamiz. 250 so'mga bunaqa kiyimlarimiz ham bor ekan. Juda ham turli ko'p kiyimlar, lekin sizlarga qo'limdan kelgancha ko'rsatib o'tyapman do'stlar. Mana, misol uchun bunaqa turlari bor. 300 so'mdan bo'lsa mana qalin, juda ham qalin bir joylar ekan. Men qo'lim sezyapti sizlarga, lekin videoda yetkazib bera olmayman. 320 so'm. Mana bunaqa shimlarimiz bor. Juda ham ko'p turlar. Masalan, yosh bolalar uchun mana sviter. Bu ham juda qalin ekan. Masalan, bu ajoyib shapkalar bor ekan. Bu tovarni o'zi kuldirib o'ryapti odamni. Shapkalarimiz har xil turlari bor ekan. Va undan tashqari mana do'stlar, tovarlarimizni ko'rib o'tkazayotganimizda ro'paramizga mana asilli kurtkalarimiz joylashgan. Va undan tashqari jimparlarimiz mana 600 so'm va bolachalar uchun 500 so'mga mana shu kurtkalar olgan bo'lamidingiz? Arzon juda ham. Boshqa joyda 1,5 ming, 2 ming bo'lsa kerak adashmasam. Mana tepaga joylashgan kiyimlarimizni senalarni 700 so'm qilib yozishga hali o'rganmabdi, lekin 700 so'mdan ekan ushbu kiyimlarimiz. Mana bularga yozgan, masalan 700 so'm. Bu yerda ham turlari juda ko'p do'stlar. Sizlarga har birini senasini aytib tursam o'zi juda ham uzoq vaqt ketadi, lekin mana ko'rib turganlaringiz. Mana bu kurtka ham mana 700 so'm. Juda ham qalin. Rasvetkalari bor ekan, har xil rasvetkalarda. Koreshneviy bellarni ham yoqib turar ekan bu bolajonlarda. 700 so'mga arziydi-da, buni opalarim juda ham yaxshi tushunadi. Boshqa joylarda 1,5 ming so'm, 2 ming so'm bo'lsa kerak, Jallobod haqli. Darvoqe 3 ming so'mdan ortiq tovar olgan insonga sovg'alarimiz ham bor do'stlar. Juda yaxshi sovg'alar. 2 yoshdan 80-70 yoshgacha kiyimlar turi bor ekan. Kelib bemalol ko'rasizlar. Ya'ni mana bu kurtkachalarni ko'ringlar, mana bu kiyimlarni qaranglar mana. Juda ham go'zalmi? Bunisini qo'yamiz, bunisini olamiz do'stlar. Mana bezrukavkamiz. Mana qarang, mana chiroyli qarang. Hali o'zi ekan bu. Dirab kiyimlarimiz ham bor ekan bu yerda. Mana brijalarni qaranglar. Qizlarga bayram kelganmi bilmayman, bu orzulab ketdi ishtonlar hammasi. Mana qarang. Yomg'ir uchun 500 so'mdan. Endi azizlar, sizlarga aytsam, filiallarimiz ham bor. Ya'ni Jallobodda ushbu do'kon O'zgenda va Noqot Kurgovoyda joylashgan ekan. U do'konlarda ham xudo xolsa sizlarga narxlari bilan va tovarlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir esa Jalloboddagi tovarlarimizni ko'rib o'tamiz. Mana bu yoqda do'stlar muzika kurtkalarimiz joylashgan. Ya'ni 700 so'mdan 300 so'mgacha ham kurtkalarimiz bor. Do'stlar, ko'pligini qaranglar. Arini iniga o'xshaydi. Mana qarang. 700 so'mligi bor, 800 so'mligi bor. Bu yerda ko'rib o'taylik sizlar bilan. Do'stlar, mana bu yoqda bo'lsa, mana 1000 so'mdan kachistolari bor. Mana xo'jaligini men yerdan bilsak bo'lsa kerak. Bolachalar uchun. Ushbu obuvimiz mana menga juda ham yoqib turibdi. Juda ham chiroylimi? Necha pul ekan? 600 so'm ekan. Mana bu esa 700 so'm. Bu ham qachishdi. Darvoqe